O'tir o'rta. O'tiring. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar akalar. Oshga mana ham oshdan oling aka. Sen bilan yoshlikdan katta bo'lganmiz-ku, lekin nima qilib aravakash yonimga olib kelibsan? Endi bir kami aravakash bilan bitta davrada o'tirib osh yeyishim qoluvdi. Tushunmadim, g'alati emasmi o'rtoq? Ishtahani ham tiqding bitta joyga o'rtoq. Ishxonada gaplashamiz, oshni yeb qo'yinglar. Hayot aka, xafa bo'lmang, o'rtog'im ozgina kibrlanib ketdi aka, men sezmay qolman. Xijolat qilma. O'rtog'ing to'g'ri gapirdi o'zi. Men bekor kelgan ekanman. Hayot aka, ahamiyat bermay qo'ying. Nasrinasi yo'qdir-da, bugun o'rtog'im oshdan oling aka. Doston bir marta to'xtang ukam. Nima unaqa kibrlanyapsan? O'zi Ilhom osh markazida dastavchi bo'lib ishlasang. Ukam, bitta narsani unutma. Bu dunyo sendan ham, mendan ham hammamizdan qoladi.